Assalomu alaykum, qadrli ko'rarmanlar. Men har kuni videolar qilib chiqyapman. Kecha ham o'sha video bir chiqish qildim Abror Muxtor Ali bilan o'sha dushmanlar to'g'risida. Bilasizlar, dalada videolarimni ko'ryapsizlar. O'zimni bog'im, o'zimni mol-hollarim, undan tashqari yana navaram olib kelgan qo'y, qo'zilar hammasiga qarab yotuvdim. Bu hozirgi oxirgi bir 2 haftadan beri juda qattiq sovuq, yog'ingarchilik. Bu Allohning ishi, bunga aralashsangiz imonsizlik bo'ladi, mayli. Har bir narsani yaxshi taraf bo'ladi. Kecha ham bitta video qildim. Olxo'rlarim, nodarani olib yashirin video qildim. Men rahmat, hamma ko'rganlarga ham rahmat. O'zlarini fikrlarini yozganlarga ham, like bosganlarga ham men rahmat. Endi kechasi shu juda qattiq sovuq. Qaysi qattiq sovuq degan sovuq qish qahratoni emas. Hozirgi bahorgi sovuq yomon bo'ladi-da bu. Panada yotgan joyingizda ko'rpalaringiz ho'l bo'lib qolaveradi. Chunki atmosferada namlik ko'p. Sovuq havo ko'p. Xullas bugun ertalab 6da o'g'lim uyg'otib qo'ydi meni, o'zi meni o'rnimga qoldi o'tdi. O'sha yaxshi niyat bilan ish boshlagan ishlariga Alloh rivoj bersin. O'sha bolam Abdullohni, navaram Abdullohni qo'ylariga qarab turishga o'g'lim qoldi. Meni olib kelib uyga tez tashlab ketdi. Mana hozir o'sha chap qo'limni tirsak qismidan o'sha sovuqda ishib ketib, bot bor-da, bot. Mayda danaydi yo o'rin danaydi bo'lib turadi, keyin bitta sovuqni semirib ketadi. Xullas mayli, o'zim problemamni aytmay qo'yaylik. Shuni uyga kelib lichinalarni oldim. 3 xil 4 xil dori ichdim. Analigindan bitta ukol oldim. Shuna qilib kelinim baraka topkur bitta kapelnitsa qilib qo'ydi. Bugun mana shu oxirgi bir 5 kun 6 kundan beri kechasi kunduzi badanim bir 10 gradus 15 gradus 21 issiqni sezmasdan kechasi kunduzi zaxda yotuvdim. Mana keldim, ozgina jonlandim, aylanib ketaysizlardan. Aylanib ketaysizlardan deb jonlanib, bunda internetni ko'radigan bo'lsam, hali Eron, Amerika, Izrail, Yahudi va na Yahudi emas, na Nasroniy dinida emas. Menimcha ateist bo'lsa kerak. Trambuamni ham Yahudi Huytanyaxuni o'sha urushini bir ko'ra qolay deb ko'rsam, qatta ko'raman endi, endi mingta ko'raman. Amerikalik buyuk odamlarni, Karlsonlarni, Scott Ritterlarni, butun dunyoning zo'rlarini ko'raman. Lekin O'zbekistonning fikrini ham bilib qo'yay deb bir hali geosiyosat kun.uz degan kanalga kirsam, 4tasi o'tiryapti, 4tasi. Bittasi Bektosh Berdiyev, yaxshi bola bu, hali tomog'ini qirib gapiradigan. Bittasi anaqa Kamoliddin Rabbimov. Bittasi Shuhrat Rasulov. O'tgani bitta bola kelgan ekan, oti Shavkat aka. Oq kostyum kiyib. Shuni ko'rib hozir sizlarga mana shu xufiyona ko'rinmaydigan nebidimka qilib mana shu videoni tashlashga majbur bo'lganim, ozgina siyosat haqida ham o'zimning fikrimni bildiraman deydi. Shuni oxirigacha ko'rdim-da hozir. Endi men Shuhrat Rasulovni tushunmay qoldim. Shuhrat Rasulovni men 4 yildan beri qo'llab-quvvatlab muxlis bo'lib kelganman. Mana shu Rossiya Ukraina urushi boshlangandan beri. Adekvat degan gap bor-da, adekvatniy люди deydi. Adekvat inson degani bu hamma narsani mantiqan o'z joyiga qo'yib to'g'ri hal qiladi degan ma'no. Shuhrat Rasulovni men adekvat deb o'ylaganman, toki Yahudi Trump Eronga qarshi urush boshlaguncha. Shundan keyin Shuhrat Rasulovni umuman fikri ham o'zi ham o'zgardi.
Men hozir qo'rqmasdan aytalaman. Mayli endi ikkam 70daman. Endi bu gapim noto'g'ri bo'lsa balki javob berarman. Shuhrat Rasulovda bor-ku. Anaqa menimcha bu bola ateistga o'xshab qoldi. Ateist deydi. Ateist degani Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deyveradi. O'zi asli qalbida imonsiz, xudosiz odam bo'ladi. Nimaga siz hozir ko'rib jahlim qistab ketdi-da. O'sha geosiyosat kun uzgan bir nima bola olib boradi. Muhammadmi oti nimadir mayli. Bektosh bor ekan, keyin bitta Shavkat otini bilib qolib, familiyasini bilmay oq kasm shunda kiyib chiqdi. Kamoliddin Raimov Shuhrat o'tiribdi. Shuhratning bitta kamchiligi shundaki, sizlarni Abrorning kamchiligini ko'p gapirasizlar-yu. Abror domlaning kamchiligi shundan iboratki, meniki haq deydi-da. Shunisi Abdulloh domlaga o'xshab tushuntirsa ham bo'lalar-ku, tushunmaganlarga. Yo'q deydi, men boltamni ham chopib tashlayman, chopqiman ham deydi. Shuhrat Rasulov umuman aynabdi. Oxiri menda gumon paydo bo'ldi, Shuhrat Rasulov menimcha ateist bo'lsa kerak. Nimaga desangiz, hamma o'sha yerda yig'ilgan ekspertlar deyiladi. Nima deydi? Hali eksport degani eksport emas, ekspert degani bu ekspertiza qiladi har bitta narsani degani. Bektosh yaxshi gapiryapti, Berdiyev. Shavkat juda kuchli bo'lar ekan, eng yoshi shular ichida. Kamoliddin ham mayli rahmat, og'riqsiz gapiradi. Lekin mana bu Shuhrat Rasulov gapirayotgan gaplari yoqmayapti deydi insonga deydi. Shuhrat Rasulov aytadiki, Eronda deydi 2 haftalik, 1 haftalik ovqat qoldi, 1 haftalik, 2 haftalik nima deydi, oziqa bazasi qoldi. Xalqini boqishga 92 million. Juda ahvoli og'ir bo'lib qoldi. Endi men bunday qilish kerak, anda qilish kerak. Keyin men bitta fikr sizlarga aytmoqchiman-da. O'sha mana masalan bitta Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tazlil va arsala alayhim tayrona ababil deydi. Bu Fil surasi bu. Bu payg'ambarimizning tarixlari bilan, payg'ambarimizning jihodlari bilan, payg'ambarimizning yurgan janglari bilan bog'liq narsalar, baraka topkurlar. Ana shunda menja unaqa arabchani zo'r bilmayman, ma'nosini aytadigan bo'lsam, o'sha fil egalarining ahvolini siz ko'rmadingizmi? Fil egalarining holatlarini saboq olmadingizmi? deydigan joyi bor-da. Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil. Fil egalarining Alloh tomonidan qo'llab quvvatlanganliklarini holatini ko'rmadingizmi deydilar. Shu yerda Tayron ababil deyilishi o'sha abobil qushlari kelib fil egalariga Allohni dinini, adolatni, haqiqatni tiklanishi uchun o'sha abobil qushlari kelib fil egalariga yordam beradi. Endi men Shuhrat Rasulovning gapi o'shanga 100% teskariligi. Shuhrat Rasulov mendan ham yaxshi o'qigan, u Fil surasini ham o'qigan, u Nasr surasini o'qigan. O'shaning uchun Ixlos surasi bormi? Hamma suralarni Shuhrat Rasulov mendan ko'p biladi deb o'ylayman. Chunki bu bekor shuncha yil o'qimagan u. Endi gapini qarang. Ularga aytadiki, o'zi Eronning anaqasi tugab qoldi. Eronni oziq-ovqat zaxirasi tugab qoldi, o'shani tan olmayapti deydi. Voy inson 200 ming askarga qarshi kam sonli askar bilan Amir Temur kurashganlar o'sha Bayezidga qarshi. O inson Badr jangi bo'ladimi, boshqami o'sha janglarda kam askarlik bilan yutib olishiga nima sabab? Nima sabab? Alloh xohlagani bo'ladi, oy Shuhrat. O Shuhratni qo'llaydiganlar, oy insonlar. Alloh xohlaganidan ortiqcha narsa bo'lmaydi, hech qachon degan fikrda qolish kerak. U Rossiya Ukraina urushi bo'ladimi? U nima urush bo'ladimi? Ikkinchi jahon urushini ham Alloh istagan, Alloh xohlagan mazlumlarni Alloh tarafiga o'tganki,
hech narsa qo'linggacha Shuhrat, ko'tingga bitta zirabcha kirib ketsa, bilginki o'sha Alloh shuni xohlamaganda seni ko'tingga o'sha zirabcha kirmasdi. Kirib bir ari chaqib olsa seni, yo meni, yo o'rgimchak, yo ilon. U Allohni irodasi bilan chaqqan bo'ladi. Bo'lmasa Alloh saqlab qoladi. O'shaning uchun mana bu Shuhratni gapi juda meni ensamni qotirib oldi. Bir muxlislarimga bir chiroyli video qilib qo'ydi. Undan buyoq boru. Anu kecha ham bog'da Abror Muxtor Ali yana bir ikkitalar to'g'risida gapirganimda ham mevalarni ko'rsatib turdim. Bugun o'ydaman, lechini olman. O'sha tan joninglar sog' bo'lsin, meni to'g'ri tushuninglar. Shuhrat mana insonda ozgina iymon bo'lsa, Trampni xudo qilib olmaydi. Yoki bo'lmasam Putinni yoki boshqani. Bu qo'rquvdan darak. Kimda kim bir buyuk odamlarni, buyuk shaxslarni, mana davlatda boshqaryapti, mana buyuk mamlakat degan odam bor-ku, buni qonidagi genetikasida xirama so'masida ota boshidan o'tgan bir qo'rqoqlik, zo'rlarga egilish, zo'rlarga bukilish. O'shaning Shuhrat nuqul mana shu Eron urushi boshlangandan beri atrofidagilardan urushib, g'ajishib, seni gaping noto'g'ri, meniki ma'qul deb bu zo'ri. Tramp kim Tramp? Tramp xudomi? Trampni xudo qilib olmaylar, Putinni xudo qilib olmaylar, boshqa qilmaylar. Mana prezidentimizni mana shu olib borayotgan hozirgi siyosatlarda qaranglar. Qaranglar, mana ilohiy siyosat bu. Masalan, bir xil bu deydi, aninga yondashdim, ey iflos. Sani, mani, bolalarimizni, nevaralarimizning, kelajak avlodimizni, O'zbekistonimizni tinchligi uchun, farovonligi uchun, ravnaq topishi uchun, farovon bo'lishi uchun, osmonimiz musaffo turishi uchun qilinayotgan ko'p vektorli degani o siyosiy tilda aslida Alloh taolo aytadiki, mayli, murosa qilib turing anu minaman deydi Alloh. Bizda mana shu bo'linishlar nima? O'zingdan indamani yasab olib ish qilib anaqa gapirmalaring. Mana prezidentimizni mana siyosatlari sallali salafiylar namoz o'qiydimi, palang qiladimi, go'r qiladimi? Kutuboq shiltalar. Kechagi videolarimga ham rosa negativlarni tashlabsanlar. Abror Muxtor Ali. Nima? Abror Muxtor Ali san, man, hammamiz bir nima deydi? Allohning nazarida hammamiz bir abitatil biz. Abitatil degan so'z bir o'rgimchak, bir qush, qurt, qumursqa. O'zingni shunaqa tushungin, men ham shunaqa tushunaman. Lekin bizani boshimizga Alloh taolo nima deydi? Mehribonlik qilmasa, tegida bir hikmati bo'lmasa, mana bir podshoni olib qo'ymaydi. Podsho, deysan, itdan bo'lganlar aytasanlarki, saroy millasi. Saroy nima? Saroy. Uyingga saroylik qila olmaysan, gavno kerak bo'lsa. Uyingga saroylik qila olmaysan. 4 ta bolang va 5 ta bolang, bitta xotiningga. Ikkita qo'shning bilan murosa qila olmaysan. Orqangni yorib qo'yadi. Endi butun dunyoda mana shu tanlagan haq yo'l prezidentimiz yo'llari Allohning haq yo'li. Mayli, u yahudiy bo'ladimi, u nasroniy bo'ladimi, dinni nima aloqasi bor? Xalq farovon bo'lsin. Islomda hech mana din, mana musulmon, anu kofir, mana o'zbek, mana qozoq degan narsa yo'q islomda. Mana shunaqa zo'r ketayotgan, butun dunyo tanayotgan tashqi siyosat O'zbekistonning siyosati hozir bilib ollaring. Mana shu mintaqamiz bo'yicha ham, boshqa bo'yicha ham. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Men ko'p gapirmayman. Rahmat. Bir ko'rsanglar, like bosinglar, iltimos, like-larga ham jazoramasman, podpisatsiya qilib qo'yinglar.